kuchli bo'ladi-da. Videoni ko'rishdan oldin bittadan like bosib qo'ying. Farg'ona viloyati Quva tumanida bo'layotgan Karmen noklar bo'ladi. O'zbekiston Respublikasida istalgan hududlarga moslashayotgan kasallik ancha-muncha chaqirmaydigan noklar va albatta bu Karmen bo'ladi. Hosilini qaranglar. Hosil bo'lsa kuchli bo'ladi-da, ko'zni qamashtiradigan darajada. 2026-yil 21-iyunni sanasida olayotgan video. Hali bu to'liq yetilgani yo'q, yetilgan sari bundan bari anchagina ishib boraveradi. Yo'qlarni ham ko'rsatib qo'ying-da. Sho'rga bir sxemada ekilgan, tadboyi ayvada bunaqa katta bo'lib ketmaydi. Sababi juda tez hosilga o'tiradi. Ikkinchi yildan hosilga o'tirganligi uchun bunaqa daraxt ham katta bo'lib ketmaydi. Boqsa arziydigan nardan. Gektariga eng kamida 2000 tutib ketadi. Baholasa 5 kilodan berganda ham bir tutsa 2000 tutib kelgan bo'lsalar gektariga 10 tonna hosil beradi. Yo'llarda mana kerak bo'lsa 20 kilo 30 kilodan hosil bergan. To'liq yetilgan sari mana shunaqa tillarang svet o'tib ketaveradi. Qizaradi do'stlar, olib kelingmi? Qo'lda turishga ham e'tibor berib qo'yamiz. Mazasi ham zo'r, shakar miqdori ham yaxshi. Eng qizig'i dunyoning narigi chekkasiga ham eksport qilsalar bo'laveradi. Ya'ni oldingi noklarga o'xshab oqib ketmaydi. Narxi o'tgan yil 35 ming so'm sotilgan, bu yil eng kami 50 ming so'm bo'lsa kerak. Hozir sotildi qaranglar. Albatta bular reklama qilishdan maqsad ko'chatlarni sotish, bog'bon boladan ishonarli ko'chatlarni olib boqsalar bo'laveradi. Istaganlar uchun borib o'zimiz ekib shunaqa chiroyli bog'lar tashkil qilib beraveramiz. Pastga nomerlar qoldiramiz. Like bosib bodosga qiziqqanlarga обязательно videoni tarqatib qo'yamiz do'stlar. Dehqonlar mehnatiga baho qo'yib o'tib ketamiz. Salomat bo'ling.